Kung Fu Pandadagi Nefrit saroyini ko'rishga tayyormisiz? Hattoki men ham Nefrit saroyini ko'rish uchun shunaqangi yugurib boryapman. Mana bu joylar sizga tanish emasmi mabodo? Nefrit saroyi shunaqangi balandda ekanki. Voy. Ozgina nafas olaylik. Voy. Saroy devoridan bir qaraganda shunaqangi go'zallik. Mana bu qozonni esladingizmi? Ajdarho jangisi kelmoqda. Prosta poylab turinglar o'sha yerda iltimos. Ozgina kechikibdi. Voy, yerda joy yo'qmidi? Tog' uchiga ham quradimi saroyi? Saroyga kelib qoldim. Tepada ustoz Shefu kutib turgan bo'lsalar kerak deb shunaqangi umid bilan chiqqandim. Lekin tepaga qarasam ustoz Shefudan asaram yo'q, qarindoshlar. Asosiy go'zallik esa Nefrit saroyining orqasida joylashgan ekan. Mana bu bayroq Jombongi bayrog'iga o'xshar ekan, qarindoshlar. Shunaqa balandlikkacha o'z oyoqlarim bilan chiqqanimga ishongim kelmayapti. Sizlar boya chiqib ketuvdinglar. Ikki sevishgan. Pishirib qo'yibdimi yosh narsaga bu yoqda? Endi aytaman-da, yolg'iz narsa. Panapas hamda. Bilib bo'ladimi? Sen oyog'idan urasan, men belidan ketmon bilan solaman degan joydan bo'ldi, qarindoshlar. Nefrit saroyining orqasida esa mana shunaqangi go'zal manzara bizni kutib turgan ekan. Shunaqangi balandlikdan mana shunaqangi suv attraksioni orqali lotkada pastga tushar ekanmiz, qarindoshlar. Davomini ko'rishni xohlasangiz kommentariyada plyus qoldiring.